Bir vaqtning o'zida ham qarsildoq, ham yumshoq, eng asosiysi qiyom ichishga yopishib qolmaydigan xamiri esa xuddi popkornga o'xshab qarsillab chiqadigan chak-chak retsepti. Shunchaki xamir qoramiz, yoyamiz va pishiramiz. 5 ta tuxum, razrixletel, tuz va eng asosiy ingrediyentimiz 1 osh qoshiq smetanani solib, bir xil massaga keltirib, aralashtirib olamiz. Keragicha elakdan unlarimizni o'tkazamiz va yaxshilab xamir qoramiz xamirga 5-10 daqiqa yaxshilab ishlov berib, 2 bo'lakka bo'lib tindirish uchun bor yo'g'i yarim soatga xamirni videoda ko'rsatilgan yupqalikda yoyib, o'zimizga keraklik va o'zimizga yoqadigan ko'rinishda shunchaki kesib chiqamiz. Men bugun qalin emas, yupqa emas, o'rtacha qalinlikda kesib oldim. Bu orada yog'imizni ko'pgina qilib qozonga solib, qizdirib qo'yamiz. Kesilgan chakchaklarimizni o'rta olovda qip-qizilgina qilib qovurib olamiz. Qovurilgan chakchaklarimizni alohida idishga bo'shatib olamiz. Sirop uchun esa 2 piyola shakar va 1 piyola suvni qozonchaga solib, gazga qo'yamiz. Siropimiz yetilgunigacha pastroq olovda qaynatamiz. 1 bola limon sovurish esdan chiqarmaylik. Tayyor siropni muzday suvga solganda xuddi shunaqa qotib chiqsa, tayyor bo'ladi. 1 piyola to'la asalni solib, bir qaynab chiqqandan keyin gazni o'chiramiz. Qaynoqqina sirupimizdan oz-ozdan solib, teglari bilan yaxshilab aralashtiramiz. Qolipimizni oldindan yog'lab olamiz va ozginadan solib, qo'limizni suvlab bostiramiz. Birdaniga hamma chakchakni solib, yopishtirmaylik, kesayotganingizda bo'lakligi bo'linib ketib qoladi. Qolipga joylashgan chakchakni bir kechaga olib qo'yamiz. Bir kechadan keyin qolipidan chiqaramiz. Qo'yboni yaqinlarim kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin.